Saudiyadan Pokistonga uchib kelayotgan samolyot. Ana shu samolyotda bitta bir oynaga yorilib ketdi-da, haligi bosim ikkita yosh bilan tortib tashqariga chiqarib yubordi, onasi qoldi. Dod deb qoldi. Lekin qarang, mana samolyotdan chiqib ketdi. Endi nima bo'ladi bu ikkita bola? Halok bo'lishi tayin. Lekin Alloh taoloning qo'lida hamma ish. Haligi ikkala bola 8000 10000 metr balandlikdan dengizga tushdi. Ya'ni qayerga tushdi desangiz, ayni shu bolalar tushgan joyda bir kemada bir odam baliq tutayotgan edi. Hali tushgan odamdan oldiga boruvdi, borsa ikkita bola tirik. Olib keldi, hukumatga xabar berdi, onalari kelib olib ketdi. Ya'ni ko'ring, chiqib ketdi samolyotdan. Nima qila oladi inson? Samolyotda egasi nima qila oladi? Pilot nima qila oladi? Hech kim hech narsa qila olmaydi. Hayotni ato etadigan ham Alloh, olib qo'yadigan ham Alloh.